Asilbek, shokoladlar muzeyi haqida hech eshitganmisiz? Yo'q. Hech ham eshitmagan ekanman. Tarixiy muzeylarga borgansiz? Filmlarni tomosha qilganman, suratlar bor. Bu haqida ko'plab filmlar ishlangan. Bolaligimizda multfilmlarni ko'rganman, lekin shokolad muzeyi borligini hech eshitmagan ekanman. Menimcha bu chet elda bo'lsa kerak. Yo'q, chet elda emas. Ana endi siz bolalikda ko'rgan ana shu taassurotlar, ya'ni filmlardagi, multfilmlardagi originallik, haqiqiylik hayotga ko'chdi. Aynan poytaxtimiz Toshkentda shokoladlar muzeyi ochildi. U muzeyda borib ko'rganda to'liqroq ma'lumotga ega bo'lasiz, lekin qisman aytib o'tamanki, shokoladning tarixi, kerak bo'lsa inson organizmiga nechog'lik foydali yoki degan joyi ham bor. Keling, batafsil muxbirimiz lavhasida bilib olamiz. Marhamat, hozir mana shu muzeyga birgalikda borgandek bo'lamiz. Muzey ekspozitsiyasi shokolad shaydolarini ham keng jamoatchilikni ham lol qoldirishi shubhasiz. Muzeyga keluvchilarga O'zbekiston va jahon madaniy yodgorliklarining shokolad nusxalari namoyish etiladi. Misol uchun tarixiy obidalar, me'moriy inshootlar va hatto dunyoga mashhur haykallar shokoladdan yasalgan miniatyur shakllarda tayyorlangan. Bularning barchasi shokolad san'ati namunalari bo'lib, mehmonlarga shirin haykalchalar orasida sayr qilish imkonini beradi. Ahamiyatli jihati shundaki, eksponatlar shokoladdan tayyorlangan bo'lsa ham yozning 40-45 gradusgacha turib bera oladi. Shu o'rinda qiziq ma'lumot, eksponatlar Misrdan keltirilgan maxsus qoplama bilan ishlov beriladi. Shu sababli ham yozning chillasida ham erib ketmaydi. Kirib kelgan har bitta mijozimizga sayrbonlarimiz, ya'ni gidlarimiz ularga shokoladni ishlab chiqarishdan tortib to muzeyi har bitta detaligacha tushuntirib berishadi. Hozircha bir kunda 50 ta 60 ta odam kirib turadi. Eksponatlarni ko'paytirish rejamizda bor. 19 ta eksponat bor. Hozircha yaqin kunlarda yana 3 ta eksponat qo'shiladi. Shuningdek, maxsus ajratilgan zonada shokoladning kelib chiqishi va rivojlanish tarixi interaktiv tarzda taqdim etilgan. Qadimgi Mayya tamaddunidagi kakao ichimligidan tortib zamonaviy shokolad sanoatigacha bo'lgan tarixiy jarayon haqida qiziqarli ma'lumotlar va eksponatlar mavjud. Bundan tashqari, shokoladni ishlab chiqarish jarayoni, kakao donini qayta ishlash, kakao moyi va kukunini ajratish, shokolad massasini tayyorlash kabi bosqichlar namoyish etilgan. Iman Chocolate Fruits ushbu noyob loyihaning amalga oshirilishini kompaniya tarixida yangi bosqich deb baholaydi.